Nima deganda? Assalomu alaykum. Mana qadrli oilam. Ichkilar qiroli kelibdi-yu. Zebo, qornim juda ham och. Ovqat qilib ber. Ovqatingizni boshqalar bersin. Tushunmadim. Sendan boshqa ovqat beradigani yo'q. Yeb qo'ydingiz-ku bola. Endi bu yog'iga ovqatni ham, boshpanani ham boshqasi beradi. Ha? Sizga sovg'am bor. Hozir. Tushunmayapman, nima demoqchisizlar? Nimadir bo'lyaptimi, oyijon? Gapirsanglarchi. Kiring yaxshi qiz. Assalomu alaykum singlim. Zebo bular kim? Kimligini sizdan so'rash kerak. Xotin bos. O'zingni bos. Men bu qizni o'lagar tanimayman. Unda mana bunisi nima? Aka, rasmni ko'rsating. Hozirda. Mana. Hali yonimda men o'tirgan stolning yoniga kelib o'tirgan siz edsiz. Tushunmadim. Nima endi uyimga ham kelib oldingizmi? Maqsadingiz nima? Meni oilamni buzishmi? Sevimli xotinim bilan meni ajrashtirishmi maqsadingiz? Gapiring. Nimaga indamayapsiz? Hozir bir daqiqa. Bu kim? Man, Yoningizdagichi? Sherxon.